Rumuniyasiga 100 tonna ko'mir taqdim bizning keldig'ini shunchilikka. O'ylab baqsaq, bir kishiga bir normal yo'ldan o'tkazib qo'ygan bo'lsaqmi, ash o'tkazib ketib o'zimiz xo'shulab ketamiz-ku. Mega hozir bunda qarsanglar, hammanglarning chiroyida kulka, xo'shallik bor. Kishininglarmi basaqlam jo'laydi. Qanavalingiz yaxshimi deyishga xijil oldik. Ko'mir taqatmadi, qanday 300 tonna ko'mirni ishi bo'yicha. Lekin chiqadani ko'mir taqatsak yaxshi. Bizning natijamiz bu-ku. Hozir bizning ma shirkatning mas'uli emas, bilmaydi ular. Ko'rib biz huzurlanyapmiz. Bizning nurg'oya qig'imiz bor. Biz yetishmayotganmiz. Bizniki shirikki eng bagiki deb qarayman men. Bizning oldimizda bunda bir kichik bola kelib qolsa, bir ish ko'pini tuzib qo'ydi. Bu bolam desam, nasirlik hayotini bilmasi mumkin, lekin oji bolam keyin cho'ng bo'lsa, bugunadi. Balki u yana bir kichik bola o'zi ko'yirishi mumkin. Va avlod yo'qlashmoqda bu yuzko'rning gap emas. Qashqarda masalan rahmon taxtisi ketgan. Adash mishni yig'ishtiryapti dedi. Qanday yig'ishtiramiz desam, cho'ngda olamiz va boshqa bikaverimiz dedi. Satgan ochimiz mana shunda qo'shildi. Bo'lgandan keyin belgilangan chiroydim shunda xo'shalliqcha voy bikaga berantike deb shuna ochimiz deyapti satgan narsa ekitib uyga qaytib bolalarga chiroyli issiqamoq etib turgan bo'ldi og'allama uyga ketib balki menga minatlar oldi hozirni bizamiz har xil vaqtida his qiliqliq shuni biz kollektiv reaksiya qiliqliq bu tepishni cho'ng o'rnidan qo'yib olmasakmi topqinimizni udulloq berib turib shirkat yana tijorat oldigan desa qisqa vaqt ichida Sinchoy degan marka xalqning qalbida bo'ldigan shirkatga nima shu tan tarbiyasini qo'llab o'tgan mushta yaxshi davosini qo'llayotgan bir kim azroq bir qiyinchiligim bor deb kelsa qo'ldan kelish qilgan deb qilyaptilar deb biz demasak jamiyatga bir ulgu lozimcha shu men nasirni ulgu qilaman nasir meni ulgu qildi atrofga kelmaydan bir-birimizni işte ulgu qilgan chog'da bu jamiyat güzel oldu. Bizning nurg'oya qig'imiz bor, qilolmayotganmiz, shunga mojil ulgamgan bo'lsangiz, kelar yil qilsam bo'ladi. Birimiz bir ishkidan yurtmalarni qo'limizdan kelib chiqib qo'ysak, mal komitetlardan taqtid ekan ko'mani. 1000 tonna deydi. Biz necha tonna olganlar 1000 tonnalab taqtid ekan. Kenjilar biz Kashbini qo'llash orqali top orqali qisqa tashviqot qilsak, bu kendiga keldi. Bu yil ham biz mashhad bir ishga turib ketdik. Qarqash Sinchoy basketbol lo'ng'isiga biz tajdorlikni olib keldik. Abdulmitjon u yil shirkatidan komanda tashkilladi. Shu Qashqardagi futbol musobaqasiga qatnashgan komanda shirkatlar liq turdi. Ham e'lon o'rinlarini chaplab tambaga qammoqda. Bizning maqsadimiz bo'lsa nurg'un shirkat qo'shilsa, kelar yildagi o'zgarish balkim bundan natijasi cho'ng bo'lib ketishi mumkin. Biz pulni tepishni biladigan, joyiga ishlatishni biladigan bir shirkat deb o'ylayman men. Sizlarga biz mahsulotimizni zo'rlab ichpiranglar demaymiz. Bizga faqat shu bir qatimliq fursat beringlar deymiz. Salomat bo'linglar. Yaxshisini taqlaydi.